Assalomu alaykum. Süreyya Gülayat. Salondagi barliq qarindoshlar. Hammanglarga salom. İnsanning hayotida nurg'un xo'shalliklar bo'ladi. Bu romanim o'qigandan keyin men hayajonlandim. Bugun bu salon qo'yib qo'ygan bu bildirilar hammasini anglab texmi xursand bo'ldim va xush bo'ldim. Endi bu gap bek uzun. Tercümalimda 4 yildagi vaqtim Medeniyet inqilobi qalaymiqaligida o'tib ketdi. 3 yil vaqtim To'qqizsaroyda yezda o'tib ketdi deb bir jumlada ketdim. Endi men o'zimning kashmishimni xuddi nimaga o'xshash Avstraliyadagi xonimga o'xshash cho'ng kitob hajmli kitob qilib aslab yozib chiqish planim bor. Şu vaqtda tafsil to'xtalmayman deb shunga tarjima olimda ortiq so'zimga o'tib ketdim. Gapni qisqartsam, Medeniyet inqilobining eng bo'ron chopqinlik davri shu 4 yil 5 yil biz to'liq o'tirni tugatgan yuzlagan bolalar faqat bir ikki maktabning o'quvchilari Urumchida 14-yurtda va 17-yurtning vayron yashadik. Bilmaganlarimiz qo'ng'ibinglar deydi. Unda gap yo'q. U qo'ng'ibing degan geliq o'zining yaxshi ko'radigan kambag'al teatr dehqonning bolalarini ham yangi belgin taqabil qilib majra jidalni qilayotgan bilan bizlarning ya'ni ko'plagan Uyg'urlarning farzandlarimiz qarishib xiybon bu deganda batnan bilan bolalarimi shu ayb bilan azob chekdi. Endi shu Medeniyet inqilobidagi qalaymiqanchiqlar ichidan nuqtaliroq bizni yezg'i surgun qilib aytdi. 3 yillik yez hayotim Qo'lchining shu To'qqizsaroy noyasida Yamato degan rayonda shu atrofda o'tgan bo'ldi. Bu vaqtda keyin tarjima olim tafsil to'xtalman. Endi bu 3 yil hayotni turmiga o'xshasaqmi bo'ladi? Yo'g'on bir tarbiya maktabiga o'xshasaqmi bo'ladi? Bechora dehqonlar, namrod dehqonlar tortayotgan azob oqibatlarini ko'zimiz bilan ko'rdik, tang tatdik, ota-onalarimizni ayrildik. Bu g'aribchilikda, bechorchilikda yomon tarafi bu bo'lsa, yaxshi tarafi yezg'i tushib, Uyg'urning haqiqiy hayotini ko'zimiz bilan ko'rdik. Yashadik, qiynaldik, majburiy emgaklarga qatnashdik. Men hatta 15-20 kun suloqdim, yatdim. Esniqlabchilarga ham bosqan tarjimalar qilganda deb. Umuman ichinishlik bir hayot davri bo'lg'achqa buni yenib kelgandan hech unutmadim. Gapning rosti, 5 yil 10 yildan keyin xizmatga chiqqan vaqtim bola chaqalarimni elib hatto qaytib To'qqizsaroyga berib dehqonlarni hol so'radim. Ya'ni demakchiman, unutilg'isiz bir hayot o'tdi. Şu unutilg'isiz hayotning ichida ichinishlik bu 3 yil, azob oqibatlik bu 3 yil odamning yurigiga sanjilib qolgan bo'lsa, yiliqi go'zal zamin, mehribon xalq, ya'ni inqitqanda taronchilarning hayotini o'rgandimda, shularning turmushi ko'ndim, ularning dilining pokizligi, pokligi, xalqning ishchanligi, oq ko'ngilligi bu vaqtda unutilg'isiz ta'sirat qilib qolg'achqa tunji qatim men Urumchida Tangritog' jurnalida shu To'qqizsaroydagi qayta tarbiya hayotimni eslab bir kichik povest e'lon qildim. Shu povestning ismini Shirgidagi majra Urumchida e'lon qildim. Buningda xili u zamonlar hali erkin so'zlaydigan matbuotlardami huquqimiz bor deganimiz o'tadigan vaqt bo'lg'achqa xili gaplarni qo'rqmay qilayotgan. Romanda tasvirlayotgan askarlarga qo'ygan savollar, xalq bilan hukumat o'tirishga jidal majradagi ochiq ta'ni gaplar hammasi Urumchida e'lon qilingan nusxa bilan botdi. Endi yillar o'tgandan keyin xayolimga dastlab kelganim shu Urumchida jiq cheklamga uchragan ahvol ostida qisqachilik yozgan bu povestimni
kengaytip, çoğunqurlatqızıp, diyenmegen geplerini diyeleydiğen ahvalga keleydi. Bununla yeni epizodlarını ve vakalarını koştum. Mesela Şulat İnqilabının Yamatoga toqsırağı münasebeti olan kısmedeki hakiki boğan materyaldan faydalanıp oturup rast vakalarını onu kısırma kıldım. Andekin baş kahramanım Kurbankam degen o resmi ötken adam şu Yamato'nun 75 en noçisi onu prototip taladım. Yani obraz kılıp. Muş obrazı çördügen alda Uygur yüzlerinden 70. yıllardan tatip ta ki 80'nin ahırıgacha boğan, 90'largacha boğan arlıqdaki Uygur dihallarının emgekçen tarançılarının hayat turmuşunu bir eksettirdiğen umumi çoğun həcimdeki bir narsa qılay deb bunu çetki çıqqandan keyin kengaytib yezib qayta nashr qildim. Ta'siri nihoyat yaxshi izchil bo'ldi. Afsus, chet elga chiqqanlarning hammamizni g'amimiz, dardimiz to'la. Menga o'xshash oyda 5-10 kitob o'qimasa uxlayolmaydigan odamlar bekma oz bilaman. Ne izchil nodir asarlar chiqadi. Hech kimning cho'li sevmaydi. Boshqa hayot derdi, turmush derdi bilan bo'lib ketib, vaqt ajratib o'qiyamaydi. Bundan bek afsuslanattım. Endi bu qatim bunu radyoda o'qiganlar eliqi boşluqni to'ldiradigan nihoyat cho'ng bir o'chiq bo'ldi. Yani mening kitobxonlarimni, yani mening romanimni xalqqa tanishtirib, boshqalarga qaytadan bir xil ajoyib yaxshi bir ta'sirot berdi. Bekma hayajonliman. Şu 9 sıradaki tarançı dihallarına boğan muhabbetim, söygüm ifadeligim geldi. O yer 3 yıl turgaçka taranç tili, taranç edebiyatı, taranç leşçisi, şivisi veya kısalardan anca haberdar boğaçka bu eserini yazıp asasen taranç şekilde. Bir misal yaparsam, Ürümçi'de roman ilan kılan, povestesi ilan kılanda zordan kam neşriyat kepti o. Ağaynlarım başlayan hizmetdaşlarımız var. Bu Abdülhakim Bakı'da bir tarançı jigit çıktı. Şunda isla tarançılarını tasvirlep, hatta salçılarının vakalarını tasvirlep yüzüptü. Hayran kaldım deptiken, oy bu bizim Müştanırtağ'ın başlığı Abdülhakim Bakı sözse şişenmeye kaptıken. Ya bu balık tarançı, karmamsa tüllerine sözlerge dep. O kadar tesir gösterken demekçi ben. Azemde hoşallandırdığı yeri insan ecir kılıp, ko'nglida arzu qilgan, maqsad qilgan. Yana men Uyg'ur dihallarının ko'ngsandan kelgandan keyingi ichinish hayotini yoritib ichib bergan bir asarni yezib, yo'riq chiqarganligim uchun o'zim xursand bo'lsam, buning hamda texim kengaytirilib keng kitobxonlarimga tanishtirilganligidan texim hayajonlandim, bekmi hoş bo'ldim. Shunday takrorlayman. Bu salonni ochgan Suriye bilen Gülay'a sınırlarımga zaten bir iş koyun taşkın uğrattıkandek yaşap kevatimiz Amerika'da azıcık balı çakılarımız, nevrilerimiz ağırlaşırdı. Bula olaydı rahmet etmen. Bu salonda yine bu romanımı anlatan mezmununu haberdir bu Allah'a. Tekimi köp rahmet etmen. Hem Allah'tan salametlik dileymen. Nerede bulaydık? Allah Teala hemimizge baxtiyor hayat bəxş Hatırcam turmuş bəxt etsin. Vatan, millet, yurtimiz Şərq Türkistan'ın azadlık için köreş kıldığına ruh ve iradı bağışlasın. Amin. Rahmet silege. Esselamu Aleyküm. Sanım Süreyya. Hazır sualınızı anladım. Bu pek uzun bir cereyan boğaçka. Kıskalı sözle ötey. Yani işkelsi bir partiyanın ismi. Ama bu medeniyet inqilabı qalayımqançılık başlanğanda Xalq gangrab qalğan vaqtida əslidəki şu Xalq İnqilab Partiyasının heç qadam yetakçiləri dərhal partiya təşkilatının qayta təşkilləb, küçəytib və onunla yerlik təşkilatlarına 12 xil isim qoyub, başqa
Mesela Qashqardagi Oxunov tashkiloti, Mejlisning voqeasi, diğerlerini tortib Urumchida shu Iminov qatorliq 29 odamga o'lim jazosi berilgan, hammasi shu partiyaning rahbarlarini jazolagan voqealar. Endi Suyungul xonim shu qonliq bostirishdan 69-yil 6-25-kundagi 2 yil avval Yeshoyenda o'qiyotgan o'quvchilar, bo'libmi qizlar shu tashkilotga a'zo bo'lib kirib, tashkilotni kengaytirish jarayonida posh bo'lib oshkoralanib qilib, qo'lga ilinib ketgan. Buning romanida yozgan butunlikqa ta'sirli ajoyib voqealar hammasi shu turmada jazolangan vaqtidagi voqealar. Turmaning ichida ko'rganlari. Endi mening mayada ta'kidlaydiganim, biz ko'rgan davr dal bu tashkilotning asos qatlamg'ichi kengayib. Unda deyishimning sababi nurg'un tashkilotlar qarang, asos qatlamda uyushtirib qurilib, asta a'zosini ko'paytirib yuqori tashkilotni tashkillab chiqdi-ku. Ammo Xalq inqilob partiyasi yuqoridan tuvanga tushgan. Viloyat inqilobining o'z vaqtidagi jangi bor. Qo'mondonlari, ofitserlari, hatto Iminovdek o'zgaga muavin rais bo'lgan kishilar bular yoshirin bu partiyani qayta kuchaytirib, kengaytirib, madaniyat inqilobi fursatidan foydalanib, ajaba mustaqil bo'lib qolgan xalq uyg'onish bir erkitni boshlaymizmi deblar ishni boshlagan. Ammo 69-yili 6-oyga kelganda hamma narsa oshkoralanib ketib, asosiy xoinlar, eng muhimi partiya ichiga suqinib kirgan Xitoy kommunist jasuslari. Shuna bu voqea ching'ib chiqib ketib, bostirishda 60 mingdan ortiq odam qo'lga ilingan. Mushu qo'lga ilinish jarayonida voqea bek cho'ng'ib kengayib ketishga Xitoylar doklad yozgandan keyin Zhou Enlaining yozma yo'l yo'riga tushgan. Chunki Xitoy qo'rqib ketdi. Xuddi tashqi ishki Mo'ng'ollarning Mo'ng'ol xalq partiyasi qo'zg'alib chiqib, Beijingga 20 ming kishi namoyishni boshlaganda to'xtatib qo'yib Xitoy. Ularning boshliqlarini markazga boshliq qilib yetkazib, jim-jim bostirayotgandek Zhou Enlai yo'l yo'riq berib, bu partiya ayni vaqtda asosan qurilgan bir partiya. Hozir 60 mingdan ortiq a'zosi bor. Shuningdek, buning yuqori qatlam 5idagi bosh jinoyatchilarni jazolab, boshqalarni surishtirmasi kerak. Yani kengchilik bilan bir taraf qilmaymiz degan niqob bilan jim bu ishni bostirdi. Qonliq bostirishlar, 70-yillik bostirishlar, hani shu vaqtdagi shu partiyani bostirishning davomi. Ammo texnik afsunlarlik ish qarang. 70-yili 5-oyning 29-kuni Urumchida Iminovlarni otdi-ku. Bu ish tugadi degan gap endi bostirilib bo'ldimi? Hammaga oshkor bo'lib ketdi. Xalqlar bilib ketdi, partiya a'zosi emaslarmi? Ammo biz To'qqizsirog'ga borsak, To'qqizsirog'da qarang, Uyg'ur ziyolilar, To'lg'ort maktabining bolalari, hatto qozoqlar ilk tashkilot qilib a'zo qabul qilib turibdi. Qo'rqinchli ish bu. Biz zaminni bilib turamiz. Yiqilamaysiz, chunki harbiy idora qilgan. Men harbiyga tarjimonlik qilaman. Shu vaqtida chandurmay uni buni qilib, eliq bolalarning boshliqlariga o'g'irlik uchur berib, yani yoshirinish. Partiya allaqachon 2 yil burun suvostiga cho'kuvli siyosat yurgizib, yoshirinalar ko'chgan. Qat'iy asos taraqqiy qildirmanglar, jim yo'qolinglar deydigan bishoratlarni bir nechasini aloqalashib bolalarga davatsam, yani yerlik ziyoli bolalar ishonchlik orasidan birisi bosh qilib qo'yib, meni 15-20 kun so'lab qo'yib yetishim sabab bo'lib qolgan. Yani demakchiman, ikkisi deyilayotgan hammasi shu bir partiya, Xalq inqilob partiyasi. Shundan keyin Zhou Enlaining yo'liga tushgandan keyin bütün boshliqlarimizni, cho'nglarni hammani chap so'lab, bu Suyungullarni 2 yil avval oshkorni qo'yib, qonun bo'yicha rasmiy qo'lga olib ketganlarda, u ana shu jarayonda turmadagi hayotlarini tasvirladi. Men shundan keyingi turmadagi emas, o'rta maktab o'quvchilarini, yoshlarni asos qilgan oldiki, shu partiya tashkiloti a'zolarining
Yoşurun faaliyetlerine tasvirlash maqsadida romanga tayyorlik qilgan. Ammo 9 sırada so'zlar o'tib to'g'ri kelishga yoshni bog'lanib kelgan. Ya'ni Sharq Turkiston Xalq Inqilob Partiyasi tarixi eng uzun, ijtimoiy to'ri eng keng bo'lgan va Uyg'urlarning zanjirsimon tashkiloti deb ataldi. Masalan, Ürümçi, Bagan, Dudava, Shimgo'dagi shulayning inqilobini kesib olmashgan jangchilar bunda qatnashganlar. İsmini zanjirsimon tashkilot. Zanjir uzib ketsa hech kim aniqlamaydigan maxfiyatlik shunda ching. Bir adam tanıydı, üçüncüsünü tanımaydıgan şunda maxfiy aldı başlagan bolsunmu? Yani Xitayning ziyonkashiga uchrab bostirilgan partiya. İnşallah onun davomli faoliyatli ismi Jim Yoshurun bolsunmu? Keyin xalq ichida, keng ziyolilar ichida keng ta'sir qo'zg'adi va ilk millatchilik iqimi Madaniyat inqilobidan keyingi toki Sayfiddin davrigacha kelgan şu Xitoyga qarshilik ko'rish harakatları şu partiyaning peshqadam a'zolarining, chunki keyin ular asli kelib hammasi boshqalar bo'lib ketdi-da, yana boshqadan hukumat organlarida shuni davom etib faraz qilinadi. Rahmat, men quruq gapni qilib ketdim. Xo'sh, rahmat sizga so'rayman.